Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedu ve alihi ve ashabihi ecma'in. Emma ba'du. Esselamu aleyküm sabahtaşlar. Bugünkü dersimiz El-İbdal. El-İbdal yani almashtırış, o harf ne onu bu harf ne, bu harf ne onu bu harf ne almashtırış diyen manada. Yani bu ibdal harfleri 9 buludu. Bunu ulamalar hada'at mutiya deb nima qilgan, juqlagan. Yine ha, dal, amza, ta, mim va ta, ya, alifdan ibarat 9 harf o'zaro shunday harflarning, onun harflarning almashib ketgan ahvolatlarini ko'rsatib turadi. Demek bu şu 9 harfning ba'zisi umumiy qoida bilan ba'zisiga almashtiriladi. Masalan hamza vo'ga almashtiriladigan ahvollar bor. Masalan hamzadan vo maydon qilgan ahvollar bor. Har xil holatlarda bo'ladi. Bu vaqtda musannif rahimahulloh mundaq deydi: Ahruful ibdali hada'ta mutiya fa'abdilil hamzata min vavin ve ya. Ahiren isme alifin ve zide ve fi fa'ili ma u'illa aynen zaktu fi. İbdal harfleri hada'ta mutiyendur. İbdal harfleri hada'ta mutiyen degen cümleden sülgen sözlükle öz içiga algan harfleridir. Şunlaşqa siz hamzini vodin yoki yodin almashtirib keltiring. Oxirgi kelgan holatda u hamza alifdan keyin qanday ilib bo'lsa zida ziyoda qilingan ilib. Ilib zaiddan keyin oxirgi kelgan vo yoki yodin hamzini almashtirib keltiring. Ve fa'ili ma u'illa aynen zaktu. Bu xil qoida ayni illatlik bo'lgan qala ba'ga o'xshash, xafiga o'xshash, habiga o'xshash ayni illatlik bo'lgan pilning ismi fa'il vaznini kelgan fa'il vaznida bu xil qoida ko'p umumlashdi. Yani elif zaiddan keyin kelgan vo va yaning amziga o'tkilish ahvoli meydon keldi. Endi ilif zaiddan keyin kelgan o yadın hamzini almashtiring degani, masalan kisaunni misol olsak, kisaun asli kisavun. Kisavun desek, mana bu yerda kisaundagi hamza vodan almashgan deymiz. Chunki bu yerda dedik-ku, ziyoda qilinib kelgan alif zaiddan keyin, ziyoda qilinib kelgan alifdan keyin ahirde kelgan vo dedik. Buni kisavunda vo ilibdan keyin kelgan. Chunki kisavuni asli kasava bu so'zning aslisi. Anda borki mushu voni amziga o'tgan, shu ilib zaiddan keyin vo kelsa yoki amziga o'tganmiz degan buncha kisavun bo'ldi. Endi ridaun desakchi, bu ridaunning asli ridayun bo'lib, alif zaiddan keyin kelgan ya bo'ldi. Bu mu amziga o'tgandi, ridaun bo'ldi. Shundaqla mushu ayni illallik bo'lgan qala ba'a o'xshash ayni illallik bo'lgan pillarning ism fa'ildimi ilif zaid keladi, fa'ilun vaznida ilif zaid keladi. Mushu ilif zaiddan keyin kelgan va ya'ni hamzaga o'tgan, masalan qalning ism fa'ili qavilun bo'ladi. Uni va hamzaga o'tgan qailun, ba'ning ism fa'ili ba'iun bo'ladi. Ya'ni hamzaga o'tgan ba'iundan demekçi. Ve fi fa'il ma u'illa aynen zaktu fi degine. Vel maddu zide salisen fil vahid hamze yura fi mislikel qalaidi. Şundaqla bu hamzaga yetkilnidi. İki tane harflinin ikincisi sani layyineyn
öz içige quruşap kelgan o ikki dona harflayn mafailning maddini nayyibni jami qilganga o'xshash. Nayyibni jami qilganga o'xshash mafailning maddini harfi maddini quruşap kelgan ikki dona harflinning ikkinchisini hamzaga o'tgan deydi. Onda da bu beytde vel meddu zidi salisen fil vahidi degeni çoğu dese med harfi med birlikide üçüncü harf bulup ziyade kılıngan harfi med qalaytqa o'xshashlarda hamzaga yo'tkab kireldi. Hamza qilinib keltirilgan. Endi birlik ism bor. Bu birlik ismda bir harfi med var ki bu şu birlik isminin üçüncü harf bulup ziyade olan harfi med bu. Birlik ismda üçüncü harf bulup zaid olib kelgan harfi med bu qalayt qo'xshash siyg'i muntahal jumu vaznlarida kelganida hamzaga yo'tkiladi. Hamzaga yo'tkiladi. Shuning o'xshash hamzaga yo'tkiladi. Şu nayyib so'zini jami qilganga o'xshash mafail mu siyg'i muntahal jumu vazni bo'ladi. Mafailning maddini qurishab kelgan ikki dona harflayn, ya'ni harflinning ikkinchisi hamzaga yo'tkiladi. Endi harflayn degan nima desa aldı züver o'qilgan alif, aldı pesh o'qilgan vav, aldı zir o'qilgan yani demakchi biz. Biz bu misol ko'rgan bo'lsak, endi harfi mad mufradida 3-harf bo'lganning misoli qaladatun. Qaladatun desak qaladatun desak misharik harfi mad 3-harf lamdan keyin dalning oldida kelgan alifni demakchi. Alif aldı zir o'z harfi bo'ldi. Qaladatundiki ashariki harfi mad hamzaga yo'tkiladi. Mush qaladatun qalaid deb jami qilinganda, qalaid deb jami qilinsa, qalaid degan siyg'i muntahal jumu hozirgi 3-harf bo'lgan ilifchi qalaidniki 3-harf bo'lgan ilifchi desak bu jamining ilifi, jamu taksirning alifi deymiz. Buningdan keyin qala bo'ldi. Anda qalaid asharika harfi mad hozir harfi madsiz holatda şu emzga o'tkildi, qalaidu bo'ladi. Uningdan boshqa masalan sahifatun desak, buni sherik ya harfi mad, ajuzun desak harfi mad, bu shu fa'il vazni bilan jami qilinsa sahaib bo'ladi. Acuzu ecaiz bo'ladi. Aslisi saha desak 3-harf sahaib degan 3-harf jami taksirning ilifi, undan keyin yakagani saha yipi bo'lishi kerak. Saha yipi olmay sahaib bo'ldi. Bu ya harfi mad hamzaga o'tkildi. Aja izuduma asa aja yuzu bitdi va hamzaga o'tkildi chunki harfi mad bo'lganligi uchun. Endi kazaka sani laynayni tanafa madd fa'ila ka jam'i nayfa deganda cho'disa, buningda mush ikki dona harflin bor. Endi mush ikki harflinning ikkinchisi ne mushu hamzaga yotgan deydi. Har bir harfi mad tushgan, O harfi madni ikki dona harflin qurishgan. Demek ikki dona harflinning o'rtasida ilib kelgan mushu ikki dona harflinning birisini biz mishada nimaga o'tkaymiz? Hamzaga o'tkaymiz. Masalan, mafail vazni nayyib degan so'z, nayyibun degan so'z mafail vaznida jami qilinsa, unda u nayayib bo'ladi. Nayayib bo'lishi, mana nayayib desak, asl nayyib ikki dona harfi mad bo'lgan ya batdi. Bu ikki yaning o'rtasida ilib keldi. Yani bir alif jamu taksirning ilifi, anda o'g'andan keyin o'tirib kelgan nayayib. Beytda sani layyinayni iktanafa degan ikki dona harflin qurishab keldi. U mafailning maddini deganimiz nayayibdagi alif aldı zir bo'lgandan keyin harfi mad o'tib, bu mafailning maddi deyishimiz siyg'i muntahal jumu ketgan
Siğ muntal cumu'nun alifi bu 3. harfi bulab kildigan. Muşunun aldıda bir harfi met var ve bu mepa'nın ilibidinkin bir harfi met var. Neya yip desek. Endi muş çağda neya yip ki ilibdinkin kelgen siğ muntal cumu'nun ilipi. Yani mepa'nın ilibidinkin kelgen. Yani emzizge ötkemiz ki neya yip deb cemi kılınadı. وَابْتَهْ وَرُدَّ الْحَمْزِ يَا فِيمَا أُعِلْ لَامًا وَفِي مِثْلِ هِرَاوَةٍ جُعِلَ وَاوًا وَهَمْزًا أَوَّلَ الْوَاوَيْنِ رُدَّ فِي بَدْءِ غَيْرِ شِبْهٍ وَفِي وُوبِيَ الْأَشَدِّ Lami illetlik kılıngan sözlerde Hemzini petha uqun ve o hemzini yağa kayturun. Yani lamillalik oğanlıkımız Arap sözünün ölçümü oğan fa'aladiki fa'illandaki lamның baraberdi kelgen harf illet oğan demek. Lamillalik oğan sözlerdeki sözlerde şu yani Hemzini petha uqun. Şu hemzini yağı kayturun. Ya asliki ya haldaki kayturun. Ve hiravetinin oqşudumu da o hemze yani va qilindi. Ve işki va'nın ve hemzen evvelel va'bu rudde. Hem de vupiyel eşetke oqşumay başlanğalları da işki va'nın evvelkisine hemzige kayturun. Degan bo'ldi. Bu Bekning tercümesi. Demakchi o'qidimiz bu yerda yine siğ muntahal cuma maqsad qilinadi. Mafail ve mafailning o'qishlariki alifdan keyin kelgan hamzini mafail ve mafailning o'xshashlariki shu alifdan keyin kelgan hamzini fatha o'qing ve o hamzini lami illatlik bo'lgan holatlarda ya holatiga qaytiring. Masalan qadoya deganga o'xshash qadoya. Endi qadoya hozir mana qadoya desak, shu qadodagi 3-harf alif bu mafailning harfi maddi deb qaraymiz. Mafail jamut taksirninki alifi bu. Buningdan keyin kelgan hamzini yaga qaytiring ve o hamzini zibar o'qing ve o hamzini ya holatiga qaytiring dedi. Qadoya desek munadir bu ya qadoyadaki ya bunu muş ya asli amzidi hamzini asli qado yi u degandek qaza yi vu degan manda mazmunni kildi bu. Qado yaqdi bo'lgan asli qado yi yu asli qado yi yu. Endi mush qado yi yudiki lamillalik bo'lgandan keyin qado yaqdining lamillalik bo'ldi. Lamillalik bo'lgandiki hamzini yağı shuningdeki hamzini yağı qaytiring dedi. Qadoyida ne deydi o hamza desa, mishe qadoyi bo'lgandan keyin o ilip bayan bizde doq oldingi baytda mafailning ki alif maddidan keyin kelgan o yani amziga yetgaymiz. Masalan naya yipni naya ip qildik degandek mana bu qadoyi bo'ldi. Qadoyini biz o ilipten keyin kelgan yani amziga yetgayli qadoyi bo'lgan. Qadoyi. Endi qadoyi bo'lgandan keyin bu faalilu vazni kelgan bo'ldi. Qadoyi. Endi mushi hamzini nimaga yetgan demakchi hozir endi mushi hamzini yog'i yetgan demakchi. Ve bu hamzini fatha o'qing ve hamziga yetgan deydi. Hamziga qaytirmoq hamzi. Yani ham deydi. Qadoyini. Endi buni fatha o'qsa qadoyayu bo'ladi, qadoyayu. Endi buni mushu hamza bu qazoyiyu. Endi o'g'an kim buni shu hamzaga qaytirganda qadoiyu bo'lgan. Qadoiyu bo'libdi. Buni nimaga yetgan deydi? Qadoiyudiki mushu hamzini yog'i yetgan degandan keyin qazoyiyu bo'ldi. Buni fatha o'qing degandan keyin qazoyayu bo'ldi. Onda bo'lgandan keyin ya oldi zibar bo'ldi. Yani ilib o'tkidik. Shundan qadoya
bo'lib keltirilgan bo'ladi. Şuna birinci ya hamzega o'tkazilgan bu sahaipo deganga o'xshash. Endi yana deydi hirovatning o'qishida u hamza va qilindi. Hirovatning o'qishida va qilindi dedik. Endi hirovatun. Endi şu hirovatun deganimiz şu lami va bilan illatlik qilingan. Bunun da lami va bilan illatlik qilingan, uning hamsi voga qaytirildi. Aslisi qanday deganda aslisi hirovatunning ni jami qilgan vaqtimizda hirovatuni jami qilsak nima chiqadi? Hara ivun chiqadi. Hara ivo. Uni texmo nima qilgan vaqtimizda hirovatuningki shu hamsi vo qilindi. Dedik harava deb jami qilinadi demakchi. Oxirida hirovatun jami qilinganda harava. Aşa hirovatunning hamzisini vo qilindi, hirovatunning hamzisi vo qilindi deganimiz, ya'ni hirovatun jami qilindi, hirava, harava deb jami qilinadi. Bu endi hirovatunning hamzisi nima deydi? U hirovatunda hamza vatdi desak, bu jami qilinsa hirovatun bo'lganki asli vivo bo'ldi. Hirovatun bo'lgan vivo. Endi ya vivo bo'ldi. İli bizda aytgankin o kelsa uni hamzaga o'tganiga ivo bo'lgan. Ivo. Endi bu hamzini zibaruqun ve vo petiga qoldirilsin degankin buni nima qilsak biz hamzini pata o'qidik. Vivo bo'lmay ivo bo'ldi. Hamzini pata o'qisak evo bo'ldi. Evo. Endi evo bo'lgandan keyin vo yog' yo'tkilib ya ilib o'tkaldi. Shuning bilan evo o'sibdi. Endi evo o'sibdi. Qada yağ o'xshash. Ammo hirovatunning o'qishida shu amza vo peti qoldirilsin yoki vo qilinsin degandan keyin shuning bilan biz buni amzini shu vo qilamiz, va qilinadi. Hiraviyu emas, va qilindi. Asli sig'matal juma fa'alili bo'lgandan keyin hiraviyu o'sibdi, va qilinadi. Vo shu chunki amzini pata o'qigandan keyin bu vo ne zibar o'qiganligimiz bu voning asli amzi maydon kelganligini ko'rib olib bo'ladi hamzini. Wa hamzan awwal al-wawayn rudda fi bad'i ghayri shibhi wufiyal ashad. Endi wufiyal ashaddiga o'xshamagan lirida ikki voning birinchisini hamzaga qaytiring dedi. Anda o'zi bu yerda ikki gap chiqdi. Wufiyaga o'xshag'uchidan maqsad nima? Wufiyaga o'xshamag'uchidan maqsad nima? degan bir gap chiqdi. Endi demak bu yerda ikki dona vo bir kalimada ikki vo jug'lashgan. Kalimaning avvalida ikki dona vo jug'lashgan bo'lib, ikki voning ikkinchisi harakatlik ya ikkinchisi sukun bo'lib, bu asli harf. Bu boshqa bir harfdan yo'tkalmaglik. Yo'tkalmay asli harf bo'lgandan keyin bu jami qilinganda shu birinchi vo amziga yo'tkiladi. Masalan, biz vaqiyatun degan so'zni jami qilsak, vaqa yaqining ism fa'ili vaqiyatun chiqdi. Vaqiyatun jami qilsak vaqin chiqdi. Vaqin. Asli vaqiyu. Tanvin harfdan ivazlanib vaqin qildi. Vaqin bo'ldimi? Kalimaning beshida ikki dona vo keldi. Bu ikkili voning ikkilisi asli vo ekan, anda o'si birinchisini hamza yo'tkilib vaqin emas, avaqin bo'ladi. Avaqin. Amma
vupiyel eşetning o'qishlari bo'lsa, ondaganda vupiyel eşetning o'qishi bo'ldi deganimiz, vupiyel buningda ikki o kelimening aslida keldi. İkincisi munqaliba buningda. Vupiyel aslida ikkilisi asli arabimiz, ikkilisi ki vupiya. Mesela vupiya desek vapa yuvapinin vupiya çıktı. Hem de vupiya ikkili vo geldi. İkkilisi asli emas. Birinci vo asli bolsa, ikinci vo iliptin yöt gelgen vo. Buningda a beşki vupiya deb qilinmasdan vupiya shaklida o'z ayna kiradi. Shunga vupiyaga o'xshamayotgan kalimaning beshida ikki dona vo kelsa, vupiyaga o'xshagan nima desa, ikki voning ikkinchisi boshqa bir harfdan munqaliba yot kelgan degan bo'ldi. Vupiya esa vapa bo'lib, alifdan yot kelgan vupiya bo'lgan. Ammo o ikki vo kelib, ikkinchisi boshqa bir harfdan yot kelmagan bo'lsa, vavaqinga o'xshash, vavaqindikini uçada avaqin qilib yot kelsa bo'ladi demekçi. وَمَدَّ بْدِلْ ثَانِيَ الْحَمْزَيْنِ مِنْ كِلْمَةٍ أَيْ يَسْكُنْ كَآسِرْ وَأْتُمِنْ. Siz bir kelimeden iki hamzının ikincisine met gözgertin, o ikinci hamza sukun okulgan bolsa. Bir kelimede iki tane hamza kipti, iki hamzının ikincisi sukun okulgan bolsa, bu ikinci hamzini harfi metke aylandırın, sair utumin degen gökşeş. Bu nahiyet köp çıktı. Sair, asir desek, asira yuasir, asir hem de desek, asir desek bir kelimde iki hamza geldi. Bunun ikincisini biz şu harfimet gözgertimiz çünkü iyya sükun degan. Sukun okulsa degan ikinci sukun okuldu. Bunu nima gözgertdik biz? Met gözgersek asir bo'ladi. Hem de bundan başka o tumina yoki o tumina i'tamana'nın meclisi o tumina bo'ladi. I'tamana'nın. Hem de bu iki hamza geldi o tumina deb ikinci sukun bo'ldi. Bunu harfimet gözgersek utumina bo'lib, berk hamza vo'g yetkildi, utumina bo'ladi. Çünkü aldı vo'ning aldı pesh o harfimet bo'ladi, ilifning aldı zebra o harfimet bo'ladi, yana aldı zebra o harfimet bo'ladi deganligimiz uchun. Hamda uningdan boshqa mesela kesr bilan kelganini ko'rsak, agar sukun o'qilsa utumin. Mesela iman deganga o'xshaydi, iman. Asli iman. İman desek a'mana yu'minu amen a'mana. A'mana mı amena oldu. A'mana mı iki hamza bir yere geldi. İkinci sukun bunu metkelendik amena olganda bununki masteri iman çıktı. İki hamza bir yere geldi. İkinci sukun am bunu harfi metkelendirirsak iman buludu. İyyubta isra dhammin ev fethin kulib vaven ve ya isra kesrin yenqalib. Eğer o hamza fetha okulsa zammedin kin kilip bir kelimede iki hamza jo'qlashdi. İki hamzının ikinci hamza fetha okuluptu, zammilik hamzidin kin. Yoki fethalik hamzidin kin kilip o hamza fetha okulgan bo'lsa, vo'g yetkiladi. Kasridin kin kelgan bo'lsa, o hamza fetha okuluptu, kasridin kin kilip fetha okulgan bo'lsa, o chaqda o yog' yetkiladi. Deymiz. Mesela emde bir hamza geldi, bir hamzadın ikinci hamza fetha qilibdi, zammidin kin kelib. Yoki ikinci hamza fetha qilibdi, fethalik hamzadin kin kelib. Demek ikki hamza bir yerda keldi, her ikkilisi hareketlik. Birincisi
ve ikincisi her ikilisi fetha ya birincisi zamme ikincisi fetha ya ki birincisi kesre ikincisi fetha. İşte her halette birinci hemze ya ki fetha ya ki zamme ya ki kesre. Ama ikinci hemze fetha bo'lganning misali da bunun da birinci hemze zamme ya ki fetha olup ikinci hemze fetha okulganda çokum bu hemze oğu yetkirdi. Ama birinci hemze kesir okulup ikinci hemze ziber okulgan çağda fetha okulganda bu hemze yağı yetkirdi deyimiz. Mesela biz bunun misal görsek Adem degen bu kelimini teskir kılsak Uaydim çıkıdı. Adem'ni teskir kılsak Uaydim teskir oldu. Uaydim dep teskir kılındı. Bunu bu yere Uaydim desek iki hemze geldi. Birinci hemze zamme, ikinci hemze fetha. İn yubte istir dammin degen. Birincisi damme, ikincisi fetha oldu mu? Bunun da muşu hemzini oğu yetkenleydi. Uaydim emez Uaydim. Uaydim emez Uaydim dep teskir kılındı. Adem teskir kılınsa Uaydim dep teskir kılındı. İyyubte ev fethin dedi. Ya ki fethadın kin o fethadın kin gelip o hemze fetha kılgan bolsa gep iki tane fethalik hemze bir yere kelgen bolsa dedi. Mesela Adem'le yine bu Adem'ni biz cemi kılsak o çağda Adem'le cemi kılgan için Adem boludu. Adem. Adem cemi kılıq. Siğ tercüme Adim. Adim bulamda Adim bolgan için iki hemze bir yere geldi. Her ikisi hareketlik. Anda olsa ikincisi zammu, ikincisi fetha olsa birincisi biz nima bayamki zammedinkin geldi. Manda iki tane hemze geldi. Fetha İkincisi fetha kıldı. Birincisini fetha kılganın misali. Birincisi zamm kılganga o aydimni misali kılıp bulduk. Hem de Adim bu. Adim. Hem de bu ikinci hemzini oğu etkimiz Evadim de cemi kılındı. Adem'nin anda da Adem degen kelimenin teskirisi Uveydim. Adem degen kelimenin cemisi Evadim de cemi kılındı demekçi. Ve ya'en istikessin yenqalib diyen emdi o hemze fetha okulup da kesredin kin kilip fetha okulgan bozcu. Kesredin kin kilip fetha okulgan bozcu kanda kılımız kesredin kinin fetha okuluptu. Emdi aşında hemze geldi ama nemedin kin geldi şu kesredin kin. Hemze kesre emdi mavu nime hemze kesredinkin hemze fetha kıldı. Bunun da qanday qilamiz degan masala chiqadi. Masalan, bununga qaraydigan bo'lsak, amma so'zininki qarasak iyammu deymiz. Iyammu. İyemmu deganga o'xshash. Endi bu iyemmu qanday yo'tkaldi desak, aslisi iyemmu endi ikki hamza baydi. Asli amma. Ammaning asli imamdi. İmam bulup imam. Ammadin imam chiqqan. İmam chiqqandan bu ikki mim bir yerda keldi. Her ikki harakatlik İki mimni idgam qilish uchun birinchi mimning harakatini ya tashlab o'tish kerak ya oldingi harakat talab qilsa harakat talab qilish apirish kerak de. İmam desak birinchi mimning oldidagi hamza sukun ekan, birinchi mimning zibar harakatini hamzaga appasak, endi bu chog'da bu i'ammu bo'ldi. I'ammu. İdgam qilsak i'ammu bo'ldi. I'ammu. Endi i'ammu bo'lgandan keyin birinchi hamza kasra, ikkinchi hamza fetha bo'ldi. Çünkü beytda bu ibaret isri kasrin degan. Kasridan kin kelsa, u hamza zibar o'qilib kelsa degankin, i'am bo'ldimi? Buni yog'i yetkizsak, buni ve ya'an isri kasrin yanqilib bo'lganki, yog'i yetkizilgankin, iyammu bo'ladi.
A'mının nimesi? Yemmu. Zul kesri mutlaqan kaza ve ma yudammu vaven asir ma lem yekun labzan atam. Zul kesri mutlaqan kaza ve ma yudammu vaven asir ma lem yekun labzan atam. Fezaki ya'an mutlaqan ja ve a'ummu nahuhu vechhayni fi sanihi umme. Umme. Kesir ilgisi mutlak muşundak buludu. Kesir ilgisi mutlak muşundak buludu. Demek emdi birinci hamza ya fetha okululuk, birinci hamza ya ki kesra okululuk, birinci hamza ya ki zamm okululuk, ama ikinci hamza kesir iken bulsa mutlak bu birinci hamzanın ki yötkülü şekli bunca yötkülü manadı. Mesela bunun da şu birincisi zammı bolsa, birinci hamza zammı iken ya ki birinci hamza fetha bolsa, şersiz sakinlik bolan ikinci hamza vuğu yötkülüdür. Ama birinci hamza kesir iken, ikinci hamza sukun iken çokum bu yağ yötküldü. Mesela iman desek iman. Buna sukun okulgan çokum bu iman deb yağ yötkülüp ketdi. Endi eğer birinci hamza fethalik yoki zammilik, ikinci hamza sukun bo'lsa, endi kasrlikka misol keltirib bo'ldik, iman deb. Buningda biz ko'rsak, masalan, anna ya innu deymiz. Anna ya innu. Endi anna ya innu deganga o'xshash mushu anna asli anna ya innu innu oludu. Anna ya innu. Endi anna ya innu olgandan bununla biz misra keldirsek asli yu'ninu. Endi a'nana yu'ninu. Anna yu'innu. A'nana yu'ninu. Endi birinci mutakallim kelganda bu u'ninu oludu. A'nana yu'ninu u'ninu. U'ninu olgandan biz bunu u'ninu ikinci sukun bo'lgandan allaqachon buni vo'ga yo'tkitmiz. Undan yo'tkitsak u'ninuni uninnu olmay bu innu buludu. Innu. Am buni yağ yo'tkitsak uyinnu deganga o'xshash bunda yo'tkiladi. Ammo ab so'zni misolga olsak, biz hozirgi misolga ab so'zni misol keltirsak, abbunni jami qilsak, endi bu yaylaq degan so'zda keladi. Yaylaq degan so'zda jami qilsak, abbunni abubun deb jami qilindi. Abubun deb jami qilingandan keyin ikki hamza keldi. Abubun. Birincisi hareketlik, ikinci sukun geldi. Bundaki qolsa mutlaq yağ yo'tkimiz degandan keyin buni şu abubunni biz yo'tkab bersak avubbun bo'ladi. Avubbu. Shunga abbunning jamisi avubbu deymiz. Abbunning jamisi avubbu. Aslida abubun de. Biz birinci hamzani vo'g yani ikinci hamza sukun o'g'a chiqib vo'g yo'tkab berdik. Birinci hamza zibar yoki pashti bo'lsa degan shundan bu vo'g yo'tkab uning harakatini birinchi bana harakatini vo'g'ab berdik, idg'am qildik. Ubbu nima? Avubbu bo'ladi. Avubbu. Undan boshqa biz endi şu kasirgisi mutlaq qilgandan keyin qanday kelsin cho'qim vo'g yo'tkiladi degan bo'ldi. Ma yudammu vavan asir ma lam yakun labzan atam deydi. Zammi o'qilg'ini vo'g'i o'zgarting. Zammi o'qilg'ini vo'g'i o'zgarting, madami ku o şu tuluq
labzining kalimining oxiri bo'lmasa, malam yakun labzan atam degan kalimining oxiri bo'lib qolmasa. Kalimining oxiri bo'lib qolmabdi, zammu o'qilganni o'g'i yotgan. Endi kasr o'qilganni yotkidik, sukun o'qilganni yotkidik, endi zammu o'qilganni o'g'i yotkisiz, uning bo'lmasa alaqa kalimining oxiri bo'lmasa dedik. Agar kalimining oxiri bo'lib qolsa qanday bo'ladi degan bir gap chiqdi. Endi zammu o'qilganni bayan biz shu o'g'a yotkab berdik. A'ubbuni a'ubbu dedik. Endi a'bubuni a'ubbu qilib uni o'g'a yotkab a'ubbu qildik. Endi masalan biz shu qara'a so'zidan Ja'far bilan ism yasasak qara'u chiqadi. Qara'u. Endi malam yakun labzan atamulgan u hamza kalimaning oxiri bo'lib qolmaslik. Oxiri bo'lib qolsa qanday bo'lib qoldi? Oxiri bo'lib qolsa, masalan qara'u deganga o'xshash bo'lib qoldi. Qara'u. Endi bunda bo'lib qolganda qanday qilamiz? Biz qara'u o'xshash bo'lib qolsa Ja'far vaznida keldi desak, bu jadoni qar'a qilamiz. Buni o'g'i yo'tkimitmiz qara'uni qar'a qilamiz. Hamzini o'g'i yo'tkab, o'ni ilib qo'yotsan bo'ldi. Hamzini yog'i yo'tkab, ilib qo'yotgab, shuni qar'a qilsak bo'ldi, chunki kalimaning oxiri bo'lib qolg'achqa. Chunki fazaka ja'a ya'an mutlaqa ja dedi. Shunda bo'lib qolsa, agar u hamza kalimaning oxiri kelib qolsa, mutlaq ya bo'lib keladi deganimiz qar'a. Asa qara'u de. Uni biz shunda bo'lib qolsa kalimaning oxirimiz kelib qolsa ya bo'lib turgandan keyin qar'a desak, esa qara'u bo'ldi. İlibning taqozosi bilan ya'ni ilib qo'yib ko'palik qar'a bo'ladi. Va ummu va uning ummu va nahu vajhayni pisanihi umma. Ummuda va uning o'xshashlarida ikki yo'lni maqsad qiling. Ummu va ummuning o'xshashlarida ikki yo'lni maqsad qiling dedi. Ummu deb kelsin butu, ummu deb kelsinmi ham bo'ladi. Ummu ikki xil yo'ldir. Ikkilisini maqsad qilingan bo'ldi. Va ya aniqlib alifan kasran tala aw ya tasghirin biwawin zaf'ala fi akhirin aw qabl ta'at ta'nis aw ziyadatay fi'lan za'izan ra'aw fi masdaril mu'tal aynan wal fi'al minhu sahihun galiban nahvul hival. Musannif deydi ki hamda ya aniqlib alifan kasratala. Siz kasriga yandishib kelgan ilibni, ya'ni kasridan kin kelgan, zirdan kin kelgan alifni, tasg'irning yasqi yandishib kelgan ilibni yog'i yo'tkuding. Bir kasridan kin bir alif qapti yoki yodi tasg'irning yasqidan bir alif kelgan bo'lsa, buni yog'i yo'tgan. Shundaqla mushu kalimaning oxiri kelib qolsa, bu mushu vo bilan qilindi agar kalimaning oxiri qilingan bo'lsa. Agar mushu qilindi vo bilan fi oxirin degan gap kalimaning oxiri mushunda qilindi deganimiz. Agar kalimaning oxirida vo kelgan bo'lsa, bu vo'mi yog'i yo'tkiladi. Oldi zir kalimaning oxiri vo ketdi, vo'ning oldi zir bo'lsa. Unda ahvollar bor. Mesela biz bunu misal bilan her birini misal bilan ko'rgan vaqtimizda beyni tarjima qilayotgandan keyin deyli ve muannasning ta'sini oldir kelganini nima shunda qiling. Ya ilifun zaid fa'lanning ikki ziyoda o'qisan gap ilifun zaidatani oldirni ham shunda qiling. Ular ayni illalik bo'lganning masdarida ham shunda qilishni to'g'ri ko'rdi. Fi'al unda qilinmaymi keldi deydi. Endi biz misal ko'rgan bo'lsak, mesela misbah misbah desek, misbahni jami qilsak, masabih deb jami qiladi. Hozir misbah degan so'zning mufrat shakli qarasak, misbah mufrat holatda mishada badinkin bir ilib bor. Chiroq degan bo'ldi. Jami qilsak, unda bu masabih bo'ladi, masabih. Masodiki sottin kelgan ilib, u jamining ilib bu.
Mesabih hamda zir mesabih desek badinkin mesabih desek badinkin ilip ketasi aşağıdır misbahtga ilip badinkin kelgan bo'ldi. U badinkin ba kasr qildi. Kasrdan kelgan ilipni yog' yotgan degandan unda bo'lsa mesabih deb badinkin kelgan ya asli ilipdan yotgan ya demakchi. Chunki mesabihdagi ya asli misbahdagi alif şu alif hozir yog'i yotgeldi. Chunki o ilip mesabiki badin iborat kasr o'qilgan alifdan, kasr o'qilgan badin kin kelganligi uchun. Mana bu ya'an qilib alifan kasran tala deganning misoli bo'ladi. Aw ya tasghirin degan iboratda yoki tasghirning yosdan kin kelgan alifni yog'i yotkuting degan buningda masalan Kitap degan so'zni misolga olsak, kitobda hozir alif bor. Endi buni tasghir qilsak, kutayyib bo'ladi, kutayyib. Asli kitobga ta'dinkin ismi tasghirning yosida bir ya bor, kutay deb. Bu oldi zibar o'qilgan bu yaning oldi zibar o'qiladi, kutay deb. Endi uningdan bu yodinkin tasghirning yosidan asli kitobninki alifi keldi. Bu ilipni yog'i yotkitmiz. Şunu bilan iliptin yotkelgan ya bilan tasghirning yosini ismning kichikiltirilmasining yosini idg'am qilsa kutayyib deb keladi. Aw ziyadatay fa'lana dedi. Fa'lanning ikki ziyoda bo'lg'uchisining yandishib kelgan bo'lsa degandek misol masalan bu aw ziyadatay fa'lan. Endi fa'lanning ikki ziyoda o'g'uchisi deganimiz ilif nun zaidatan ne demekçi? Endi ilif nun zaidatan demek fa'lanning ikki ziyoda o'g'uchisi dedik. Mesela g'aziyan desek g'adiyan. Esa g'adiyan degan g'ado yag'duduncan g'azvun degan söz. Esi gadivane bu. Gadiyan emez, gadiyane emez, gazivane. Gazivane nime yot geldi? Gaziyanı yot geldi. Hem de nimişki gaziyane yot geldi olursa çünkü bir yerde bu kabli ta'nis ev ziyadetil fa'lan bo'lgandan fa'lanning ikki ziyodasi bo'lgan, ziyoda bo'g'uchisi bo'lgan alif nun ziyodatanning oldida kelgan vav alif nimaga yotkiladi? Yog' yotkiladi. Nima? Vav. Bi wawin zal za if'ala fi akhirin aw qabla ta'at ta'nis aw ziyadati fi'lana degan mushbet bitda bi wawin zaf'ala Bivavun zaf'ala. Mana mushkil özgertiş vo bilan ham qilindi. U vo kalimening oxirida bo'lgan bo'lsa degan. Endi masalan raziya desak, asr raziyani asr raziva. Raza yar radiya degan filning asli rizvan deb chiqadi nimasi? Masrisi. Radiyaning asli radiva. Emsin demiş ki raziye olap kaldı desek çünkü ahırı vo geldi, vo'nun aldı zir. Anda oğandikin bu vo'ni yağıyotga radiya kılıngan. Çünkü bunun mestirimi şuna rizvan dep kelgen. Rizvan dep. Anda oğandikin radiyadın rizvan dep çıkan o'xshash bu sözünün ahırida muşu vo bilan mushu qoida ijro qilindi. Bo'lgan holatda vo kalimaning oxirida debdik. Razivada vo kalimaning oxirida keldi va bu voning oldi zir qildi. Ondan keyin bu voni yog' yotkudik, radiya bo'ldi. Aw qabla ta'id ta'nis yoki muannasning ta'sining oldida kelgan vo demakchi. Muannasning ta'sining oldida kelgan vo yog' yotkiladi demakchi. Mesela kisa degan so'zni, kisaun degan so'zni jami qilsak, aksiya chiqadi, aksiya. Endi aksiyatun esa bu yerda kasa yaksu.
asli vo'g'achqa asli nima chiqish kerak? Aksi vatun chiqish kerakdi. Aksi vatun. Aksi vatun deb chiqsin desak, bu muannasning ta'sining oldida keldi. Muannasning ta'sining oldida kelgan vo yog'i yo'tkildi. Nimishqa degan bir savol keldi. Chunki muannasning ta'si bila e'tibor kelimening asli harfi hisoblanmaydi. Kelimening bir juz'iy hisoblanmagandan keyin o yenilam kelimening oxiri qolib qoladi. Kasi va desak, aksi vatun desak, aksi vo'ning muannasning ta'sini qatag'amsak, o kelimening oxiri hisoblanib qoladi. Kelimening oxiri bo'lib, oldi zir o'qilsa yog'i yo'tkigachga, shu buni aksiya tun deb bunda jami qilinadi. Av ziyadati fa'lanmu ham shundaq. Mesela g'azadan chiqqan g'aziyanga o'xshash dedik. Asi fa'lan o'nkin g'aziyan. G'azvan desak, asi g'azvan deb chiqsa, g'azvan dedik. Andada shu ilpning zoidatan oldi vo keldi. Bu voni yo'q yutimiz g'aziyan deb kelgan. Oldi zir o'qildi. G'aziyan. Asi g'aziwan de. İlip nun itibar qamsak kelimening asli bo'lmagandan keyin yine vo kelimening oxiri kelgan bo'ldi. Vo kelimening oxiri kelib oldi zir o'zi yog'i yo'tkitmiz deb bu yog'i yo'tkilib g'aziyan bo'lgan. Za ayzan ra'u fi mastaril mu'tal ayna degani chursa mushi ham mushi qoidani qo'llandi ular shu ayni illalik bo'lgan filning mastarlarida. Ayni illalik bo'lgan filning mastarlarida, masalan, ayni illalik bo'lgan filning mastarlarimiz sama, qama desak, samining mu ayni illalik, qamining mu ayni illalik. Endi samining mastarisi masalan savmun qamininki masalan qiyam deb chiqdi, samining siyam deb chiqdi. Sama yasumu siyam, qama yaqumu qiyam deb chiqqandak mushuninki mushu ya nimisni ayni illalik bo'lgan masdardagi mushu voni biz bu yerda yog' yo'tkitimiz. Masalan qiyam deymiz. Asli qivam. Asli qiyamun qivamun de. Qiyamun azı qivamun de. Hazır qiyamun yo'tkilik. Ama siyamun sivamun de. Çünkü şu ayni illik bo'lgan pilning vosi şu aldı zırı qılğan, ondan keyin elip kelgan altın demekçi bu yerda şunu yağ yotgan, şundan qivam qiyam bo'lsin, sivam siyam bo'lsin demekçi. Vel fi'alu minhu sayhun galiban. Vel fi'al minhu sahihun degani bilgan. Buningdan fi'al vazni ko'pincha vaqtda sahihdir deganga buningdan fi'al vazni ko'pincha vaqtda i'lonlanmaydi. Aş harf illeti illetlik şekilde keladi demekçi. Mesela hivel deganga o'xshash. Hivel. Ko'pincha hivel deb keldi. Endi haliye huluniki endi hiyel deb kelmi. Hivel vo'ning oldi zir o'simi hivel deb keldi. Galiban fi'al vazni bo'ldi. Ama az vaqtda hivel deb kelmi, hiyel o'zgarib ketdi. Haliye huli hiyel keldigan ahvollarimiz bor demekçi. Ama çokum bunun da muşu fi'al vezni olab qalsa şartsiz yağ yo'tkilib ketadi. Ve cem'u zi aynin u'illa aw sakan fahkum bizal i'lal fi haysu an. Ayni illatlik qilingan mushundaq ismlarning jamisi yoki ayni sukun o'qilgan mushundaq ismlarning jamisi da mushi i'lonni bilan hukm qiling oshkora bo'lib kelgan. Haysu anna degan haysu zahara, haysu arada degan ma'noda oshkora bo'lib kelgan. Nari kelsa mushkil qoidani bunga yurgizsangiz bo'ladi demakchi. Masalan, endi ayni illatlik bo'lgan gen bilan ayni sukun bo'lgan ismning jamisidir. Masalan, savbun bilan darunni misolga olsak, darun bu ayni illatlik bo'lgan so'z hisoblanadi. Savbun desak, ayni sukunliq deb ataymiz. Nimishqa ikkilisida darun desak, chunki darundagi alif asli harf emas. Buningda i'lol yurgizilgan. Dara yaduru davran deymiz. Anda o'g'in dara yaduru davran bo'lgandan darun degan so'z
aslidagi alif vo din yo'tkalgan. Chunki harfi illat yoki harfi matni 3 desak biz, u asli 2 bo'lib, vo ya alif degan ya vodin yo'tkiladi yoki alif degan yodin yo'tkiladi. Undaqon darunda iqlal va deymiz, savbunda iqlal yo'q deb qaraymiz. Chunki savbunning shu vo asli bo'yicha keldi, uningda iqlal yurgizilib, savbunni voni ilib yo'tkab sabunga o'zgartirib qo'ymadik. Ammo darunda asli davrun degan so'z vodin alif yo'tkilib darun bo'lgan. Shunga bu yerda ayni illatlik igisining, ayni illatlik bo'lgan ismning jamisi, ayni illat yurgizilmay sukun bo'lgan savbunga o'xshash bo'lgan ismning jamisida mush qoidani yurgizunki darunning jamisi diyar chiqadi. Savbunning ko'pligi siyab chiqadi. Darunning ko'pligi diyar. Aslisi nima chiqish kerak? Divarun chiqish kerak, divar. Ammo vo yog' yo'tkizilib diyar bo'ldi. Endi savbunning mi sivabun chiqish kerakda, vo yog' yo'tkizilib siyabun bo'lgan deymiz. وصحه فعلة وفي فعل وجهان والإعلال أولى كالهيل. O Araplar fi'alatan formulasiga kelgan ismni sahih qildilar ular. Uningda iqlal yurgizilmadi, ibdal ilib bamidi. Fi'alda ikki yo'l bor. Ham fi'al vaznida kelganda iqlalmi yurgizildi, ham iqlal yurgizilmaymi keldi. İqlal yurgizilganlik avlaraqtur, iqlal yurgizilmay kelgandir. Masalan, yivel kagini yajuz, yiyel kagini avla demakchi. Hala yahuludin yivel kasa iqlal yurgizilmagan bo'ldi, yiyel kasa iqlal yurgizilgan bo'ldi, yiyel deb kagini yivel kaginden avla. Ammo fi'alatin vazni kaganda iqlal yurgizilmadi. Buni shu pati iqlal yurgizilmay shu keltirildi. Masalan, savrun jamisi siyaratun deb jami qilingan o'xshash. Val vavu laman ba'da fatin yanqalab kal mu'tayani yurdayani va wajab. İbdal vavun ba'da dammin min alif ve ya kamuqinin biza laha tarib. Ve yuksarul mazmumu fi cem'in kema yuqalu himun indi cem'i ahyama. Vav fathadin kiyin kase şu sözün lamının beraber kilip el-vavu lamen ba'de fethin yani şu va harfi fethadinkin sözün lamının beraber kelse o yağı yotkuludu. Mesela atavtu atavtu degan o'xshash. Şu fethadinkin kiptu bu filning lamının beraber ayn arab so'zi o'lcham olgan fa'ayn lamning beraber kelgan bo'lsa, mushu o yog' yotkuludu mu'tayan yurdayan deganga o'xshash dedik. Bu gap bu baytning umum mazmuni nima demakchi deganda, agar kalimaning oxirida vo kalimaning oxirida fathadin kin kelgan bo'lsa, bu vo yog' yotkuludu demakchi. Ammo bu vo yağı yotkilish uchun cho'qim 4-chi harf yoki undan yuqori harf bo'lish kerak. 4-chi harf bo'lish kerak yoki undan yuqori harf bo'lish kerak. Masalan, atavtu deymiz. Atavtu desak, bu yerki vo 3-chi harf bo'ldi, yağı yotkelmaydi. Kalimaning oxiri bo'lgan bo'lsa. Ammo atava deb kelgan. Ama da'avtu deganga o'xshash. Ammo bu 4 harf bo'lsa, yog' yutildi. Masalan, atavtuni a'tavtu demay, a'taytu deymiz. Masalan, atava bu af'ala babi chiqqanda a'ta'ga o'zgargan. Masalan, atava kelsa, akhaza ma'nosida. Bu af'ala babi chiqsa, oldi degan so'z ba'diga o'zgarib ketadi.
Bu hem de məxsus aylıqı morfologiyanınki ayrım bir qaidi hesaplandı. Sulası mücerret, yani rubai mücerretke çıkkanda yine əp'ələ babı, pa'ala babı, əp'ələ babı çıkkanda pilinin əsli mənisini səlbi qılıdı, əsli mənisini musbət altını mənfi altıga yötkəydi degen bir xil qaidi asasen keltirilgen sözler. Mesela əsli ətavə degen əxəzə mənisdə. Amma bu pa'ala vəzində əxəzə oldu degen mənide kəgən bolsa, əp'ələ babı çıkkanda bədi degen məni yetkilib ketken. Mesela a'taytu bədim degen mənide. Amma atavtu oldum degen mənide. Yani demek çoğunumuz biz bir yerde hazır i'lal babıda ve ibdal babıda boğallık için biz bu sözde a'taytu desek uçakta a'taytu demeyi a'taytu dedik o tötüncü harf boğallık için yağı yötkeldi dep qaraymiz. Fethadinkin gelip. Nemişqa degen bir sual çıktı. Çünkü bunun a'ta babı çıkkanda a'taytu desek muzarisi a'taytu a'taninki uçakta yu'ti çıktı. Muzarisi yu'ti çıktı. Yu'ti wu emas yu'ti dep kelgenlik için mazisini muzaris qo'shish için deyildi. Bu muzari qo'shilish için. Bundan başka riza. Razava sözünü misal qilsak razav. Ondan yurzayani dedim yani. Yurzayani mi? Asi yurdavani de. Yurdavani. Ama yurdavani mecul olganda yurdavani o'tdi, lekin yurzayani olab bu yötkelgen. Esir radava rizvan de. Muzaris qo'shilsin deb shunday bo'ldi. Va vajaba ibdal vavun ba'd dammin min alif. Vuni zammidin kin kelgan alifni vo'g'i yötkash vacib. Zammidinkin bir alif kip qalsa buni vo'g'i yötkash vacib. Bu çünkü bu nari ko'p uchraydi desa fa'ala yufailu babida bak uchraydi. Masalan qatala bu mecul qilinganda qatala qutila bo'ladi. Ashada zammidinkin ilib keldi, ilib vo'g'i yötkeldi. Şu zammidinkin ilibni va shundaqla muqinga o'xshashning yasi vo'g'i yötkildi dedik. Asl muqin ayqana yuqinunki ayqana yuqinunki desek ayqana yuqinu ayqana onun muzarisi yuqinu asl yuqinu ism fayli muqinu çıktı. Ama o zammidinkin kelgan alif vo'g'i yötkildi ve zammidinkin kelgan yamu vo'g'i yötkildi degan qoidaga asosan şunu yuqin muqin deb qaraldi. Biza laha tarif. Siz bunu muşu qaidini muşgil usulubda itiraf qilib ügünün deydi. Ve yuksarul mezmumu fi cem'in kema yuqalu himun indi cem'i ahyama. Ahyamga o'xshash so'zlar jami qilinganda, ahyamga o'xshash so'zlar jami qilinganda himun deyilganga o'xshash jamida shu pashlik harf kasr o'qiladi. Bu nima demakchi buningda desa, shu af'alu fa'la'u, ahmaru hamra'u, akhdaru khadra'u, asfaru safra'u degan so'zlarning jamisi qanday desa, akhdaru khudrun, ahmaru humrun keladi. Anda o'ganda abyazunun qanday ketdi mesela abyazu baydo bizun deb jami qildik. Ergiz buyzun emasdi. Bizun deb jami qildik. Aşırki buyzun demek bizun deb biz yadi ilal yurgizilmey, badi ilal yurgizib bani kasrib yotkab bizun qilinibdi. Endi ahyamma dal mushunga o'xshash. Ya'ni mush af'alu fa'la vazni kelgan so'zlarninki. Endi bunun muşu cemut taksiri babida bir qadim o'tirib qo'ylab qo'ygan so'z, anda da mishara himun ahyamu esa huyumun chiqishi kerak, ammo jamisi buning huyumun bo'ladi. Shunga huyumun deyiladigan o'xshash jamilada zammi kasr o'qiladi. Huyumunni himun deymiz, buyzunni bizun deymiz, asharga zamma kasr o'qilsin demakchi.
ve vav esrel dammi ruddel ya meta ulpiyel lam fi'lin ev min qablita ketaibanin min rema kemuk mekdure keza iza kelsebu'ane seyyere. Zammidin kin kelgen vani zammidin kin kelgen yani voğu yötken. Yani bu ma ibaret başkaça, tercüme başkaça. Vaven isra zammi ruddel ya degende zammidin kin kelgen yani çokum siz voğu qaytırıp ötün kaçaniki o aşu ya pilinin lamının barabiri tepilse, pilinin lamının barabiri tepilse ya ki ramadın yasalgan şu rama kurulmasının mekdurega okşaş mermuvede mekdurega okşaş ramadın yasalgan kurulmanın təsiki okşaş tanın aldığı tepilse şundakla o sebu'anege okşaş tepilse. Şimdi bu beytte biz hazır o şu yani zammedinkinkege yani şu voğu yandırutkan nerede tepilse dok mesela kaduve ese kada yapdı rema yarmi. Şimdi biz şu rema yarmini ya ki kada yapdığını kada faale var bu faule babı yötkümekçi olsak. Bu anda faale babını faule babı yötküdüğün iş mamudesi. Ba taaccüp maksat kılınmakçı olsa faule babıdın bazı çağda taaccüp maksat kılındı. Taaccüp adette ma'af'ale af'il bir şekli bilen onundan başka kaycısı olan başka formüla bilen yötküdüştün sırt pilin maziyle mi taaccüp yasılıdı eğer o faule babıdı kegen bolsa. Şun kadu ve digen goşur ramu hem kadu ve ese kadu ya asli kaduya rama asli ma faule babı ramuya vutte hem kaduya ramuya desek mişade zammedinkin ya geldi bu ya pilinin lamının beraber geldi anda olsa bunu voğu yötkütümüz kadu ve oludu ramu ve oludu ramu ve İkincisi ev min qabli ta'in ketaibanin min rema. Remadın mekdura okşaş, remadın yasalgan şu formülanın tas okşaş ta'nın aldırı kelgen o yani voğu yötkümüz dedi. Essi remadın yasasak anda da kandak yasılıdı degende mermu yetun dep yazılıttı. Mermuyetun. Mekduretun goşaş yasan degen isim yazılsa degen ki mekduretun goşaş yazılsa mermuyetun buttu. Lekin bu ya'nın aldı peş oğallık için bunu voğuyutkimiz bu manasının tasını aldı keldi dep mermuvetun buludu. Mekduretun mermuvetun buludu. Keza ki iza seyyere keza iza Kesubu'ane seyyere. Şunun okşaş özgertti. Ya ki siz özgerttin. Eğer sebu'an okşaş bolsa. Sebu'an. Mesela remadın sebu'an formülası kılsak remuyan çıktı. Remuyanu çıktı. O'nun remuyanı yanı aldı peşuludu. Şunu bu yanın aldığını ne mi götküyüm? Yanın aldı peşoğaçka bunu voğu yetküdük. Remavan buludur. Remuvani deb boşuna yasırıdı, cemi kılındı bazı sözler. Ve in tekun aynen li pu'la vespa peza bil vecihayni enhum yulpa. Eğer o pu'lanın ayni ulap kelse süpet oğan alette. Ya ki ya pu'lanın ayni ulap
puttu süpet olgan halatda degan gap pu'la vaznine kelgan süpetning aynning barobar kelib ya bo'lsa buningda ikki yo'l tepiladi. Faza bil vaj'anhum yulfa. Buningda aşo ulardan muşuna ikki yo'l tepilib keldi. İkki yo'l bilan ishiltiladi demakchi. Masalan Musa Zuqa Kusa deganga o'xshash Kusa. Endi pu'la dedi Kusa desak vasadin chiqqan zaqadin chiqqan Zuqa Kusa desak ya vo'g yotkalsin bo'ldi zammining qat qilishi bilan. Esi ya pu'laning aynin barobar kelgan esi. Sifat ulab oldi peshu qilgan. Ya o'z peti qoldirilsin butu. Ya o'z peti qoldirilsin butu. Masalan, buni kisa diqa deb ya o'z peti qoldirilib, yaning oldining zir bo'lishini talab qilsin bo'ladi. Yoki kusa zuqa deb ya vo'g yotkilib bunda keltirilsin bo'ladi. İ'lal yurgizilsin bo'ladi. İ'lal yurgizilsa ya vo'g yotkiydi. Chunki u imkanatil ya aynan fi pu'la vasfa degan bo'ldi. Ya pu'la vazni kelgan sifatning aynan barobar kelgan bo'lsa, masalan kuysa deganga o'xshash, duyqa deganga o'xshash munda kelgan bo'lsa, o'chada kuysa, duyqa deb ketdi. Yoki yani o'g'i yotkab kusa qiling, duqa qiling. Yoki yani o'z payda qo'yib, kapni kasrga o'tgan kisa qiling, diqa qiling demakchi. Mana bu sözün ahir xulası o aldının peş buluşunu talep kılıdı ya aldının zir buluşunu talep kılıdı. Alif aldının ziber buluşunu talep kılgan o'xshash. Ziber üzdün kin kelgan sözden alif buluşunu talep kılsa feş üzdün kin kelgan sözden o buluşunu kesri üzdün kin kelgan sözden ya buluşunu talep kılıdı. Şuna bir de kuysada kusa buluşu. Hem de kuysada yoki kisa bo'lishi ikki yo'ldan iborat yo'lning durustliqi mushundan bilinadi. Shuning bilan bizningki shu i'lal va ibdal haqidagi darsimiz shundan oxirlashdi. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.